Meros mana bunaqa huquqda. Mana deylik, bitta erkak o'ldi, uni navbati bilan merosxo'rlari bor. Birinchi navbat, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi navbatda. Birinchi navbatga uni xotini va farzandlari va ota-onasi. Mana shular birinchi navbat. Agar o'lmagan bo'lsa, ota-onasi ham teng huquqli merosxo'r bo'ladi, farzandi ham. Xotini ham. Xotini 50, qolgan hammaga 50. Bitta odam olamdan o'tgandan keyin 6 oydan keyin notariusga murojaat qilish kerak, meros qabul qilish marosimi bo'lishi kerak. Hamma birinchi navbatdagilar boradi. Agar masalan deylik, o'sha birinchi navbatdagi mana ota o'ldi, uni o'g'li birinchi navbatda turibdi-ku, lekin u undan oldin o'lib qolgan. Uni farzandi o'zi paydiya ikkinchi edi, ikkinchi navbat, lekin otasi o'lgani uchun uni o'rniga birinchi navbatga chiqadi. Tushundingiz? 4 ta farzandi deylik, bitta xotini, ota-onasi bor. Xotiniga 50, qolgan hammaga 50 dan bo'lganda, bitta o'lgan farzandining nechta farzandi bo'lsa, uni ulushida ulushdor bo'ladi. Mana shu odam vafotidan keyin 6 oydan keyin notariusga borganda hamma merosxo'rlar birga borish kerak. Agar masalan odatda nizosiz bo'lgan holatda hamma kimnidir nomiga o'tkazadi. Onasini nomiga ko'pincha hamma narsani o'tkazib qo'yishadi. Hamma o'zini nomidan yozib beradi. Men qarshiligim yo'q, onamga o'tishiga o'zimni ulushimni deb. Kimdadir qarshilik bo'lsa, shu 1% da qarshilik bo'lsa ham sudga jo'natadi. Unda o'sha sudlashish kerak bo'ladi. Nimaga, kimni foydasiga, qanaqa deb. Nizo hech qanaqa bo'lmasa, onaga hammasi o'tadi va shunda e'tiborga olish kerak. Faqatgina o'sha paytdagi meros emas, masalan, o'sha paytda ular biladi, mashinasi bor, bitta uyi bor deylik. Lekin uni kelajakda bankdan hisobi chiqib qolishi mumkin, shvetsarskiy bankga pul qo'ygan bo'lishi mumkin, qayerdadir uyi chiqib qolishi mumkin. Hammasidan kechgan bo'ladi. O'sha kechdim onamni foydasiga deb yozib beradi, yoki akamni foydasiga deb yozib beradiganlar bor-ku, o'ylaydi keyin yana murojaat qilib, yo'q, qilib bo'lmaydi o'sha. O'sha payt kechganda hammasidan kechgan.